Riyo bu odamlar ko'rsin uchun amal qilish. Odamlar ko'rsin uchun kiyinish, odamlar ko'rsin uchun imorat qilish, odamlar ko'rsin uchun mashina olish, odamlar ko'rsin uchun hajga, umraga borish, odamlar ko'rsin uchun masjidga borish, odamlar ko'rsin, amallar odamlar ko'rsinga taqalgan. Xudoni roziligiga taqalmagan. Xudoni roziligi unda yo'q. Bugun ehsonlar daftarida bizning ismimiz chiqmaydi. Biz xafa bo'lamiz. Nega? Biz ham qildik-ku. Biz ham mahallani obod qildik-ku. Biz ham mahallaga daraxt o'tkazdik. Biz ham yaxshi odammiz-ku. Nega bizni ismimiz zikr qilinmadi? Yo'q, biz amal qilyapmiz. Ismimiz zikr qilinmasin. Biz ehson qilyapmiz, aslida boshqani nomi bilan. Temirchi bilan qassobni voqeasini aytib berganman. Aslida ehson qilayotgan odam boshqa, yuzda ko'rinayotgan odam boshqa. Aslida mu'min, aqlli odam shunday ehson qiladi. Nimagaki riyo bo'lmasin.